Maide suresi Medinede nazil bo'lgan. Jami 120 oyat. Nahayeti shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ey mo'minlar, ahdilarga, ya'ni Allah bilan sizlarning oranglardagi va sizlarning o'z oranglardagi ahdilarga vafo qilinglar. Sizlarga haramlıqı bayan qılınğanlardan başqa hayvanlarni bo'g'izlagandan keyin yeyish halol qilindi. Lekin sizlar ihrom haramda bo'lganinglarda shikarni halol sanamanglar. Shubhisizki Allah halol haram to'g'riliq xohlagan narsani hukm qiladi. Ey mo'minlar, Allah'ның dinining alomatlarini, ya'ni hajda toatning belgisi hisoblangan ishlarni tark etish bilan cheklangan oylarda urush qilishni, hadiyani, ya'ni Kabiga atalgan qurbonlikqa daxl ta'ruz qilishni, qalada, ya'ni hajda qurbonlik qilinadigan mol ekanligini bildirish uchun hayvonga esib qo'yilgan narsalarga cheqilishni, Parvardigorning fazlini va roziligini tilab Baytullohga haj uchun yoki umr uchun kelguchilarga cheqilishni halol sanamanglar. Ikramdan chiqqan cheg'inglarda shikor qilsanglar bo'ladi. Birər qavmning sizlarni masjidi haram ziyoratidan to'sqanlikdan iborat dushmanligi hargizmi sizlarning ularga cheqilishinglarga sababchi bo'lmasin. Yaxshi ishqa va taqvodorlikqa yordamlashinglar. Gunohga va zulmga yordamlashmanglar. Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohning azobi haqiqatan qattiq. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shi, Allohdan g'ayrining nomi tilga ilinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, urib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarafidan usib o'ltirilgan hayvon, yirtqush hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jin chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi. Butlarga ilib berilib, uning yanında bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jahiliyat davrida pal uchun ishlatilgan 3 parcha yog'och bilan pal silishinglar harom qilindi. Bu gunohdir. Kafirlar bugun sizlarning dininglarni yo'qotishdan umidini uzdi. Ulardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Bugun sizlarning dininglarni butun qildim. Sizlarga ne'matimni tamomladim. İslam dinini sizlarning dininglar bo'lishga tanladim. Kimki ochliqda ilojsizlikdan, gunohni maqsad qilmasdan harom qilingan narsalarni yesa, gunoh bo'lmaydi. Allah mag'firat qilg'uchidir, bandalariga nihoyatda mehribondir. Ey Muhammed, ular senden o'zlariga yemak-ichmakdan nimalarning halol qilinganligini so'raydi. Aytqinki, sizlarga pok narsalar va it, qarchig'a, qushqa o'xshash shikarga o'gitilgan, sizlar Allohning o'zinglarga o'gatgani bo'yicha o'gatgan ovchi jonivorlarning shikor qilgan narsalari halol qilindi. Ularning sizlar uchun ovlagan narsalardan yanglar. Ovchi jonivorlarni shikarga qo'yib bergan cheg'inglarda Allohning nomini yod qilinglar. Ya'ni bismillah denglar. Allohning amriga muxolifatchilik qilishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan tez hisob olg'uchidir. Bugun sizlarga pok narsalar halol qilindi. Kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning tomiqi sizlarga haloldir va sizlarning tomiqinglar ularga haloldir. Mo'minlardan bo'lgan ishpatlik ayollarning sizlardan ilgari kitob berilganlar, ya'ni Yahudilar va Nasaralardan bo'lgan ishpatlik ayollarning mehrini bersanglar, ishpatlik bo'lguninglar va oshkora yushurun payishini ko'zlamagininglar oldi ularni olsanglar, ular sizlarga haloldir.
Kimki imandan yenib oladi ekan yoki shariat ahkomlarini inkor qiladi ekan, uning amalining savobi yo'q chiqarildi. Oxiratda u ziyon tortquchilardan bo'ladi. Ey mo'minlar, sizlar tahoratsiz bo'lib, namoz o'qimoqchi bo'lib turguninglarda yuzinglarni yuyinglar. Qo'linglarni jaynikinglar bilan qo'shib yuyinglar. Beshinglarga masih qilinglar. Putinglarni ushqinglar bilan qo'shib yuyinglar. Agar junub bo'lsanglar, poklaninglar, ya'ni g'usl qilinglar. Agar kasal bo'lsanglar, suv ziyon qiladigan bo'lsa yoki safar ustida bo'lib suv topolmasanglar yoki sizlarning birsinglar hojatxonadan kelgan, ya'ni tahorat sundurgan bo'lsanglar yoki ayollaringlar bilan yaqinchilik qilgandan keyin g'usl tahorat uchun suv topolmasanglar, pok tuproqda tayammum qilinglar. Uning bilan yuzinglarga, qo'linglarga masih qilinglar. Allah sizlarga mushaqqatni xohlamaydi. Lekin Allah shukr qilishinglar uchun sizlarni pok qilishni, islom shariatini bayon qilish bilan ne'matini sizlarga tamomlashni xohlaydi. Ey mo'minlar, Allah'ның sizlarga bergan ulug' ne'matini va sizlar bilan qilgan muohidasini aslanglar. Ayni zamonda sizlar anladık va itoat qildik degan edinglar. Allohdan qo'rqinglar. Ya'ni Allohga bergan ahdini buzishdan saqlaninglar. Allah haqiqatan bandalarining dillaridagi sirlarni bilguchidir. Ey mo'minlar, Allah'ның rizoligi uchun adolatni barpo qilinglar. Adillik bilan guvohlik beringlar. Biror qavmga bo'lgan o'shmanlikinglar ularga adil bo'lmasliqinglarga sabab bo'lmasin. Dushmaninglarga adil bo'linglar. Bu, ya'ni ularga o'shman turib adil bo'lishinglar taqvodorlikqa eng yaqindir. Allohdan qo'rqinglar. Allah haqiqatan qilmishinglardan xabardordir. Allah iman etgan va yaxshi amallarni qilganlarga mag'firat va katta savob va'da qildi. Kafir bo'lgan va bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqargan kishilar ahli do'zaxdir. Ey mo'minlar, Allah'ның sizlarga bergan, sizlarni dushmanlardan saqlaganlik ne'matini eslanglar. Ayni zamonda bir jamoa sizlarga qo'llarini uzatmoqchi, ya'ni sizlarni o'ltirmoqchi bo'lgan edi. Allah ularning qo'llarini sizlardan to'sdi. Ya'ni sizlarni ularning ziyonkashlik qilishidan saqladi. Allah'ның əmrini o'rinlash, manni qilgan ishlardan cheklanish bilan qo'rqinglar. Mo'minlar Allohga tavakkul qilsin. Shubhisizki Allah İsrail avlodidan mahkam ahd oldi. Ularning orasidan, ya'ni 12 aymaqning har birisidan birdan 12 boshliqni kepillik uchun jabarlarga, ya'ni amaliqalarga avatdiq. Hamda Allah, men sizlarga yordam berman. Ey İsrail avlodi, Allah bilan qasamki, agar sizlar namozni talabga loyiq o'tsanglar, zakot bersanglar, payg'ambarlarimga iymon etsanglar va ularga yordam bersanglar, Allohga qarzi hasana bersanglar, ya'ni Allah'ның yo'lida pul, melinglarni sarf qilsanglar, albatta sizlarning gunohinglarni yo'q chiqaraman. Sizlarni albatta ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarga kirgizaman. Shuningdan, ya'ni mahkam ahdidan keyin sizlardan kimki amr qilgan narsalarimni inkor qiladi ekan, u albatta to'g'ri yo'ldan ozg'an bo'ladi, dedi. Ahdini buzganlıkları üçün ularni rahmetimizden jiroq qildik. Ularning dillarini imanni qabul qilishga yumshmaydigan darajada qattiq qildik. Ular Tevratning so'zlarini o'zgartib etdi. Ular Tevratda o'zlari uchun qilingan nasiyatning bir qismini unutdi. Ey Muhammad,
Ularning ozg'inisidan boshqasining xiyonat qilganligini bayqab tursan. Agar tövbe qilsa, ularni afv qilgin. Agar iymon etsa, ularni kechirgin. Allah haqiqatan yaxshilik qilguvchilarni do'st tutadi. Biz nasaramiz deganlardanmi Allohni bir deb tunishqa va Muhammad alayhissalomga iymon etishqa mahkam ahd oldik. Ular İncilda o'zlariga qilingan nasihatning bir qismini unutdi. Buning jazosi uchun ularning orasiga qiyomatgacha adovat va dushmanlik soldik. Shu chaqda Allah ularga qilmishlarini aytib berdi. Ya'ni ular o'zlarining qabih amallarining jazosini tortidi. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar kitobda, İncilda va Tavratda yoshirgan nurg'un narsalarni bayon qilib berdigan va yoshirgan narsalardan nurg'unni kechirdigan, ya'ni oshkorlab sizlarni pash qilmaydigan rasulimiz keldi. Sizlarga Allah tarafidan nur, ya'ni Muhammad alayhissalom va ro'shan kitob, ya'ni Qur'on keldi. Allah shu kitob, ya'ni Qur'on orqali roziligini tilaganlarni tinchlik yo'llari, ya'ni Allohning shariati va uning ahkomlariga yetaklaydi. İradisi bo'yicha ularni kufri, qarong'uliklardan iymonning nuriga chiqirdi va ularni to'g'ri yo'lga hidoyat qildi. Maryam o'g'li Masih, ya'ni İsa Allohdir degan kishilar haqiqatan kofir bo'ldi. Ey Muhammad, aytqinki, agar Allah Maryam o'g'li Masihning onasini, ya'ni Maryamni va yer yuzidagi barliq kishilarni halok qilishni iroda qilsa, Allohning irodasidan biror narsani to'sishga kim qodir bo'la oladi? Osmonlarning, zaminning va ularning orasidagi narsalarning igidorchiligi Allohga xosdir. Allah xolig'ini xalq etadi. Allah har narsaga qodirdir. Yahudilar va Nasoralar, biz Allohning o'g'illaridirmiz, ya'ni ota boladek yaqinmiz va do'stlaridirmiz dedi. Aytqinki, undaq bo'lsa, Allah nima uchun sizlarga gunohinglar tufayli azob qiladi? Amaliyotda sizlarmi boshqa kishilarga o'xshash Allah yaratgan insonsizlar. Allah xohlagan odamga mag'firat qiladi. Xohlagan odamga azob qiladi. Ya'ni mag'firat qilinishni xohlagan kishini Allah mag'firat qiladi. Azob qilinishni xohlagan kishiga Allah azob qiladi. Osmonlarning, yer yuzining va ularning orasidagi narsalarning igidorchiligi Allohga xosdir. Eng oxir bordigan joy Allohning dargohidir. Ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, bizga savob bilan xush xabar berguchi, azobdan ogohlantirguchi kelmadi demasliginglar uchun payg'ambarlar uzilib qolgan bir zamonda sizlarga shariatni va uning ahkomlarini bayon qilib berdigan rasulimiz keldi. Haqiqatan sizlarga xush xabar berguchi va ogohlantirguchi, ya'ni Muhammad alayhissalom keldi. Endi sizlarga uzri qolmadi. Allah har narsaga qodirdir. Öz vaqtida Musa öz qavmiga aytdi: Ey qavmim, Allah'ның sizlarga bergan ne'matini yod qilinglar. Allah öz vaqtida ichinglarda sizlarni to'g'ri dinga yetaklaydigan nurg'un payg'ambarlarni barliqqa keltirdi. Sizlardan podshohlar qildi, ya'ni o'zinglarni o'zinglarga xo'ja qildi. Sizlarga jahon ahlidan hech kishiga bermagan daryoni yerib o'tirisidan yo'l ichib berish, bulutlarni soyibon qilib berish, osmondan yemaklik tushirib berish qatorliq ne'matlarni berdi. Ey qavmim, Allah sizlarga taqdir qilgan, ya'ni sizlarni
kirishga amr qilgan muqaddas zaminga, ya'ni Baytul Muqaddasga kiringlar. Arqanlarga chekinmanglar. Bo'lmasa, ikkili dunyoda ziyon tortquchilardan bo'lib qolasizlar. Ular, ey Musa, muqaddas zaminda kuchlik, ya'ni jasomatlik, qomatlik bir qavm bor. Ular Ad qavmining qolduqi bo'lgan Amaliqalar bo'lib, ular chiqib ketmagicha biz u yerga hargiz kirmaymiz. Ular u yerdan chiqib ketsa, cho'qim kiramiz, dedi. Allohdan qo'rquvchilardan bo'lgan Allohning iymon bilan toatdan iborat ne'matiga erishgan ikki odam, ya'ni Kalb ibn Bafunna bilan Yusha ibn Nun, ularga shaharning darvozasidan hujum qilib kiringlar. Shaharning darvozasidan hujum qilib kirsanglar, cho'qim g'alaba qilasizlar. Agar Allohning va'da qilgan yordamiga ishonsanglar, Allohga tavakkul qilinglar, dedi. Ular, ey Musa, madamiki ular muqaddas yerda ishgan, biz hargiz u yerga kirmaymiz. Sen Parvardigoring bilan billa berib, ishkinglar urushinglar. Biz bu yerda o'ltirib turayli, dedi. Musa dedi, Parvardigorim, men faqat o'zimga va qarindoshlarimga egiman. Sen biz bilan itoatingdan bosh tortgan qavmning orasini ayirib etgin. Allah dedi, ularning muqaddas yerga kirishi 40 yilgacha harom qilindi. Bu jarayonda ular zaminda odishib yuridi. Pasq qavm uchun qayg'urmag'in. Ey Muhammad, ularga, ya'ni ahli kitobga va qavminga Odamning ikki o'g'li, ya'ni Habil bilan Qobilning hikoyasini rostlik bilan o'qib bergin. O'z vaqtida ular, ya'ni Habil bilan Qobil ikkaylan qurbonlik qilgan edi. Birsi, ya'ni Habilning qubul bo'ldi. Ya'ni birsi, ya'ni Qobilning qubul bo'lmadi. Qobil Habilga, "Men seni cho'qim o'ltirman", dedi. Habil nemishqa devidi. Qobil, "Allah sening qurbonligingni qubul qilib, meninkini qubul qilmadi", dedi. Habil aytdi, "Allah faqat taqvodorlarning qurbonligini qubul qiladi. Agar sen meni o'ltirishga qo'lingni so'zdigan bo'lsang, men seni o'ltirishga qo'limni so'zmayman. Men haqiqatan olamlarning parvardigori Allohdan qo'rqaman. Men haqiqatan sening men bilan munosabatlik, ya'ni meni o'ltirganlik va o'zingning ilgirki gunohingni, ya'ni otang odamning amriga osiylik qilganlik gunohingni ustunga ilib ahli do'zaxlardan bo'lishingni tilayman. Kishilarga zulm qilguvchilarning jazosi shudir." O, ya'ni Qobilning nafsi uningga qarindishini, ya'ni Habilni o'ltirishni chiroyli ko'rsatdi. Shuning bilan uni o'ltirib, dunyo va oxiratda ziyon tortquchilardan bo'ldi. Allah uningga qarindishining jasadini qandoq ko'mishni ko'rsatish uchun bir qog'i avatdi. Qog'i tumshqi va ikki puti bilan yerni qo'lidi. U, ya'ni Qobil buni ko'rib, "Voy, men qarindishimning jasadini ko'mishda mushu qog'ichilik bo'lishdan ojiz keldimmi?" dedi. Shuning bilan u nadomat qilguvchilardan bo'ldi. Shu, ya'ni Qobilning Habilni nohaq o'ltirganligi sababdan Tavratda Isroil avlodiga hukm qildikki, kimki nohaq odam o'ltirmagan yoki yer yuzida buzg'unchilik qilmagan bir odamni o'ltirsa, u butun insonlarni o'ltirgandek bo'ladi. Kimki bir odamni tirildirsa, ya'ni qutqizsa yoki hayot qilishiga sababchi bo'lsa, u butun insonlarni tirildirgandek bo'ladi. Payg'ambarlarimiz Bani Isroilga rostla shonliq mo'jizlarni ilib keldi. Shuningdan keyin ularning, ya'ni Isroil avlodining to'lisi kufrida, odam o'ltirishda, ziminda haddidan oshquchilardan bo'ldi. Allah va uning rasuli bilan urush qildiganlarning,
yer yüzüde buzg'unchilik qildiganlarning jazosi shuki, ular o'ltirilishi yoki darg'a isilishi yoki o'ng qo'llari va so'l putlari kesilishi yoki surgun qilinishi kerak. Bu, ya'ni jazo ular uchun bu dunyoda rasvolik ilib kelguchidir. Oxiratda ular cho'ng azobga duchor bo'ladi. Sizlar tutib olishdan ilgari tavba qilganlar buningdan mustasno. Bilinglarki, Alloh mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Ey mo'minlar, maqsadga erishishinglar uchun Allohning azobidan qo'rqinglar. Allohga toat ibodat qilish, gunohdan saqlanish bilan yaqinchilikni tilanglar. Allah yo'lida jihad qilinglar. Zimindagi barliq narsalar, yana shuningdek bir hassi keldigan narsalar kofirlarning bo'lib, ular qiyomat kuni Allohning azobidan qutulish uchun uni fidya qilib bergan taqdirdami, ularning fidyasi qabul qilinmaydi. Ular qaynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ular do'zaxdan chiqmoqchi bo'ladi-yu, hargiz chiqolmaydi. Ular doimlik azobga qoladi. O'g'irlik qilg'uchi erning va o'g'irlik qilg'uchi ayolning qilmishini jazolab, Alloh tarafidan ibrat qilish yuzasidan qo'llarini kesinglar. Alloh o'z amrini ishga oshirishda g'olibdir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. Kimki o'g'irlik qilib kishilarga zulm qilgandan keyin tavba qilsa, amalini tuzsa, ya'ni o'g'irlik qilishdan yansa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Bilmamsanki, osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Allah xalğan odamga azob qiladi, xalğan odamga mag'firat qiladi. Allah hamma narsaga qodirdir. Ey payg'ambar, dillarda ishonmay, eg'izlarda iymon aytdiq deb qo'ydiganlar, ya'ni munofiqlardan va yahudilardan kufriga fursat topsila kufrini izhor qilishga oldiraydigan kishilar seni g'amkin qilmasin. Ular o'lmaları to'qigan yolg'onga quloq soladi. Sana kelmagan, ya'ni o'shlik qilib sening suhbatingga hozir bo'lmagan boshqa bir qavmga, ya'ni Xaybar yahudilarining so'ziga quloq soladi. Ular Tavratning so'zlarini o'z o'rnidan o'zgartirib etadi. Ya'ni Allohning ahkomlarini boshqalarga almashtirib etadi. Ular agar sizlarga bu hukm berilsa, uni qabul qilinglar. Agar u berilmasa, qabul qilmanglar deydi. Allah bir kimning gumrohligini iroda qiladi ekan, uning uchun Allohga qarshi qo'lingdan hech ish kelmaydi. Ya'ni hech odam uningdan gumrohlikni dafi qilishga qodir bo'lolmaydi. Dillarini, qilmishini qabih bo'lganlikdan kufridan pak qilishni Allah xolamagan kishilar ana shulardir. Ular dunyoda rasvolikqa, oxiratda cho'ng azobga qoladi. Ular yolg'onga quloq solg'uchilardir. Para va jazoniga o'xshash haromni yeguvchilardir. Ey Muhammad, agar ular sening oldinga davolashib kelsa, ularning orasida hukm qilib qo'ysang yoki uni rad qilsang bo'ladi. Ya'ni ularning orasida hukm chiqarish yoki ulardan yuz o'rish sening ixtiyoring. Agar ularni rad qilsang, ular sana qilchi ziyon yetkazolmaydi. Chunki Alloh seni kishilarning sharridan saqlaydi. Agar ularning orasida hukm qilsang, odillik bilan hukm qilgin. Alloh haqiqatan odillarni do'st tutadi. Ularning yanida Allohning hukmini o'z ichiga olgan Tavrat tursa, ya'ni Tavratdagi hukmlarni ko'rib turib amal qilmayotsa, ey Muhammad, qandoqchi seni hukm chiqarishga taklif qiladi. Ondan keyin, ya'ni haqiqat oshkora bo'lgandan keyin sening hukmingdan yuz o'riydi. Ana shular Tavratqimi, sangami ishonmaguchilardir.
Biz haqiqatan Musaga Tavratni nozil qildik. Tavratda to'g'ri yo'lga yetaklaydigan hidoyat va nur bor. Allah'ның hükümüge boysungan peygamberler Yahudiler arasında Tevrat bilen hüküm kılıdı. Yahudilarning zahidlari va o'lmalarimi o'zgartishdan saqlashga buyurilgan Kitobulloh, ya'ni Tavrat bo'yicha hukm qiladi. Ular Tavratni o'zgartishdan saqlashga nazoratchi edi. Ey Yahudilarning o'lmalari, kishilardan qo'rqmanglar, mendan qo'rqinglar. Mening oyatlarimni oz pulga tegishmanglar. Ya'ni pul, mal, mansab va pari uchun oyatlarimning hukmini o'zgartib etmanglar. Kimlarki Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydi ekan, ular kofirlardir. Ular, ya'ni İsrail avlodiga Tavratda shundoq belgiladiki, jonga jon, ya'ni nohaq odam o'ltirgan o'ltirildi. Ko'zga ko'z, ya'ni kishining ko'zini nohaq qo'yib odamning ko'zi qo'yib etildi. Burunga burun, ya'ni kishining burnini nohaq kesganning burni kesildi. Quloqqa quloq, ya'ni kishining quloqini nohaq kesganning quloqi kesildi. Tishqa tish, ya'ni kishining tishini nohaq to'kkanning tishi to'kildi. Kishini qandoq yordar qilgan bo'lsa, shundoq yordar qilinish bilan qisos elindi. Kimki jinoyatchini afu qilsa, ya'ni uningdan qisos olmasa, bu uning gunohiga kaforat bo'ladi. Alloh nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaydigan kishilar zolimlardir. Ularning, ya'ni Bani İsrail peygamberlerinin arkasından özüden ilgiri nazil kılıngan Tevratni, ya'ni onun Allah tarafından nazil kılınganlıqını tasdiqlıgıcı İsa ibn Meryemni avatdiq. Onunğa hidayet bilen nurni öz içige algan İncilni ata qildik. İncil özüden ilgiri nazil kılıngan Tevratni tasdiqlıgıcıdır. Ya'ni onunğa muvafiqdir. Taqvodorlarga hidoyat va pand nasihatdir. Ahli İncillar, ya'ni Nasaralar, Allah İncilda nozil qilgan ahkomlar bo'yicha hukm qilsin. Allah nozil qilgan oyatlar bo'yicha hukm qilmaganlar pasiqlardir. Ey Muhammad, biz sana özden ilgirki samavi kitaplarını tasdiqlıgıcı ve ularga şahit bolğucı haq kitapni, yani Kur'an'ni nazil qildik. Ey Muhammed, ularning arasida Allah sana nazil qilgan Kur'an ahkomi bo'yicha hukm qilgan. Sana kelgan haqdan burilib, ularning nafsi xohishlariga agashmagin. Ey ümmetler, sizlarning har biringlarga bir xil shariat va ochiq yo'l tayin qildik. Agar Alloh xolisa, albatta sizlarni bir ummat qilatdi. Ya'ni butun insonlarni bir dinda qilatdi. Lekin Alloh sizlarga bergan shariatlar borasida sizlarni sinash uchun ko'p ummat qilib ayirdi. Yaxshi ishlarga aldiranglar. Hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Sizlar ixtilof qilishgan narsalarni, uning qaysi haq, qaysi nohaq ekanligini Alloh sizlarga aytib berdi. Ular, ya'ni Yahudilar va Nasaralarning orasida Alloh sana nozil qilgan Qur'onning ahkomi bo'yicha hukm qilgin. Ularning nafsi xohishlariga agashmagin. Ularning Allah sana nozil qilgan Qur'onning bir qismidan seni voz kechtirishidan saqlangin. Agar ular Allah sana nozil qilgan hukmdan yuz o'rsa, ey Muhammad, bilginki ularning bir qism gunohlari tufaylidan Allah ularni jazolashni iroda qiladi. Shak shubhisizki kishilardan nurg'uni pasiqdir. Ya'ni Parvardigorning toyitidan bosh tortib, haqqi xiloflik qilib gunohga cho'mguchilardir. Ular jahiliyat davrining hukmini talab qilamdi. Allahqa chin ishindigan qavmning nazarida hukmda Allohdanmi adil kim bor? Ey mo'minlar, Yahudilar va Nasaralarni vali qilib olmanglar. Ular bir-birining valilaridir.
Sizlardan kimki ularni vali qilib oldikan, umu shulardan sanıldı. Allah zalim qavmni haqiqatan hidoyat qilmaydi. Dillarda kasallik, ya'ni munofiqlik barlarning zamon o'zgarib, kofirlar zafar topsa, o'zimizga bir falokatchilik kelishidan qo'rqimiz deb, ular bilan do'st bo'lishga aldiraydiganligini ko'rsan. Allah Resulullah'a, musulmonlarga g'alaba, ya'ni Makkani fatih qilishni ato qiladi. Yoki bir ishni, ya'ni ularning munofiqligini pash qilishni maydonga keltirdi-da, ko'ngilda yushurg'ini, ya'ni mo'minlarning dushmanlarini do'st tutganligi uchun ular nadomat chekidi. Bu munofiqlarning musulmonlarga qilgan yelim mekri pash qilinganda, mo'minlar bir-biriga sizlar bilan cho'qim billa ishganliklariga Alloh nomi bilan qattiq qasam ichishganlar mushu kishilarmi deydi. Ularning, ya'ni munofiqlarning qilgan amallari bekor bo'ldi. Ular dunyo va oxiratda ziyon tortquchi bo'ldi. Ey mo'minlar, sizlardan kimki murtad bo'ladi ekan, Allah uning o'rniga Allah ularni do'st tutadigan, ularmi Allohni do'st tutadigan mo'minlarga ko'yindigan, kofirlarga shafqatsiz, Allohning yo'lida jihad qiladigan va malomat qilguvchining malomatidan qo'rqmaydigan bir qavm keltirdi. Bu, ya'ni yuqoridagi sifatlar bilan sifatlanish Allah'ның fazlidir ki, Allah onu bendilerden xaligan kişiye berdi. Allah'ның fazli kengdir. Allah hemmini bilgüçidir. Şübhisiz ki, sizlerning dostonlar Allah'dır. Allah'ның Resuludur ve namazni talabga loyiq o'taydigan, zakat berdigan ve Allah'ның emriga kamtarlik bilan bo'ysundigan mo'minlardir. Kimki Allah'ni, Allah'ның peygamberini ve müminlerini dost tutadigan, o Allah'ның cemaatisindendir. Allah'ның cemaati elbette g'olibdir. Ey müminler! Sizlerden ilgiri kitap verilgenler, yani Yahudiler ve Nasaralardan dininglarni mesxire ve uyunçuk kılganlarını dost kılıp almanglar. Eğer haqiqiy mümin bolsanglar, Allah'tan korkunglar. Sizler namazgı çaqırgan, yani azan aytgan çağınlarda ular namazni hem sizlerni mesxire ve uyunçuk kılıdı. Bu şunun üçün ki, ular namazның hikmetini ve namazның nefsini paklaştaki gayesini düşenmez qavimdir. Ey Muhammed! Aytqin ki, ey ehli kitap, yani Yahudi ve Nasaralar cemaatsi, faqat bizning Allohga, bizga nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga, buningdan ilgari payg'ambarlarga nozil qilingan kitoblarga iymon etganligimiz uchun va sizlarning ko'pchilikinglar pasq bo'lganliginglar uchun bizni ayiblamsizlar. Ey Muhammed! Aytqin ki, sizlarga Allah'ның nazridiki buningdanmi yomon jazoni aytib beraymi? O shundoq kishilarning jazosi ki, Allah ularni rahmetidan jiroq qildi va ularga g'azab qildi. Allah ularning bir qismini maymun va cho'shqa qildi. Bir qismini shaytonga ibodat qildigan qildi. Ani shularning o'rni eng yomondir, ya'ni do'zaxdir. Ular to'g'ri yo'ldan eng adashqandir. Yahudilarning munofiqlari yeninglarga kelgan chaqda biz iymon etdik deydi. Vaholanki ular ey Muhammed yeningga kufr bilan kirib, kufr bilan chiqib ketdi. Ya'ni sendan anglagan ilmdan foydalanmadi. Allah ularning yoshirgan narsasini, ya'ni nifoqini va kufrini obdan bildi. Ular, ya'ni Yahudilarning orasidagi nurg'un kishilarning gunohga, zulm silishga va harom yeyishga aldiraydiganligini ko'rsan. Ularning qilmishlari nima degan yomon.
Ularning zoidlari, o'limalari nemishqa ularni yolg'on so'zlashdan, harom yeyishdan to'smaydi. Ularning qilmishlari nima degan yomon. Yahudilar Allohning qo'li bog'loqliqdir, ya'ni Alloh bexildir yoki peqirdir dedi. Yahudilarning qo'llari bog'lansin. Ular bu so'zlari sababli Allohning rahmatidan yiroq qilindi. Amalda Allohning ikki qo'li ochiqdir. Qanda xolisa shundoq rizq berdi. Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan Qur'on ularning ko'pchiligida yomonlik bilan kufrini oshirdi. Ya'ni ularning sana dushmanligini va Qur'onni inkor qilishini ziyoda qildi. Biz ularning orasiga qiyomatgacha davomlashadigan o'shmanlik va dushmanlikni soldik. Ular har qachon Rasulullohga qarshi urush o'tini yoqmoqchi bo'lsa, Alloh uni o'chirdi. Ular yer yuzida islomga suiqasd qilish va musulmonlar orasida fitna qo'zg'ash bilan buzg'unchilik qilib yuriydi. Alloh buzg'unchilik qilg'uvchilarni yoqtirmaydi. Agar ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar Allohga va uning payg'ambariga haqiqiy iymon etsa va Alloh cheklagan ishlardan pariz qilsa edi, ularning gunohlarini biz cho'qim kechiratdik. Ularni cho'qim nozu ne'matlik jannatga kirgizatdik. Agar ular Tavratga, Injilga va Parvardigor tarafidan ularga nozil qilingan boshqa kitoblarga amal qilsa edi, ular cho'qim ustilaridan va oyoqlari ostidan yeyishar edi. Ya'ni ularga osmon zamindan keng rizq beriladi. Ulardan bir jamoa, ya'ni Muhammad alayhissalomga iymon etganlar to'g'ri yo'ldadir. Ularning nurg'unlari nima degan yomon ish qilg'uvchilar. Ey payg'ambar, Parvardigoring tarafidan sana nozil qilingan ahkomlarning hammasini yetkizgin. Agar to'liq yetkizmasang, Alloh topshirgan vazifani ado qilmagan bo'lasan. Alloh seni kishilarning ziyonkashligidan saqlaydi. Alloh haqiqatan kofir qavmni hidoyat qilmaydi. Ey Muhammad, aytqinki, ey ahli kitob, ya'ni Yahudilar va Nasoralar, sizlar Tavratga, Injilga va sizlarga Parvardigoringlardan nozil qilingan kitobga, ya'ni Qur'onga to'liq amal qilmoqcha, sizlar e'tiborga olgudek dinda bo'lgan bo'lmaysizlar. Parvardigoringdan nozil qilingan ahkomlar ularning ko'pchiligida yomonlik va kufrini oshirdi. Kafir qavm uchun qayg'urmag'in. Chunki payg'ambarlarni yolg'onga chiqarish ularning odatidir. Mo'minlardan, Yahudilardan, farishtalarga va yulduzlarga cho'qing'uvchilardan, Nasoralardan Allohga va oxirat kuniga iymon etgan va yaxshi amal qilganlarga qo'rqinch yo'qdir. Ular g'am andisha qilmaydi. Biz Bani İsrail'den haqiqatan chin ahdi oldik. Ularga dinning ishlarini bayon qilib berish uchun payg'ambarlarni avatdik. Ularga har qachon bir payg'ambar ular yoqtirmaydigan ahkomni ilib kelsa, ular payg'ambarning bir bo'likini yolg'onchi qildi, bir bo'likini o'ltirdi. Ular biz İsrail avlodi payg'ambarlarni o'ltirish bilan azobga duchor bo'lmaymiz deb o'yladi. Ular ko'r bo'ldi, ya'ni haqiqatni ko'rmadi. Ular g'as bo'ldi, ya'ni haqiqatni anglamadi. Ondan keyin ular tövbe qildi. Allah ularning tövbesini qabul qildi. Ondan ularning nurg'uni yana haqni ko'rishdan ko'r bo'ldi. Yana pand nasiyat anglashdan g'as bo'ldi. Allah ularning qilayotgan ishlarini ko'rib turg'uchidir. Şübhəsiz ki, Allah Məryəmnin oğlu İsa'dır degüçülər kafir boldu. İsa, ey Bəni İsrail, mening Pərverdigarım və sizlərning Pərverdigarınlar bolğan Allahqa ibadet qılınlar.
Kimki Allohga sherik keltirdikan, ya'ni Allohdan g'ayriga iloh deb e'tiqod qiladigan, Alloh uningga jannatni harom qiladi. Uning joyi do'zax bo'ladi. Zolimlarga hech bir madadkor, ya'ni Allohning azobidan qutuldirg'uchi bo'lmaydi, dedi. Allah üç ilahның biridir degüçülər şəksiz kafir boldu. Bir Allah'tan başqa heç ilah yoxdur. Əgər ular eytivatqan sözlərdən qaytmasa, ularның içidəki kafir bolğanlar dünya və ahirətdə qatlıq azabqa qalıdı. Ular Allahqa tövbə qılmamdı. Allah'tan məğfirət tələb qılmamdı. Allah tövbe qılğuçularga nahayeti məğfirət qılğuçudur, nahayeti mehribandır. Məryəm oğlu İsa faqat ötken peyğəmbərlərə oxşaş peyğəmbərdir. Onundan ilgiri nurgun peyğəmbərlər ötken. Onun anısı nahayeti rastçıl ayaldır. O ikisi tamaq yeydi. Yana ularmı başqa məxluqlarga oxşaşla göş, süngək, tomur və pəylərdən tərkib tapqan idi. Ularga, yəni ularның etiqadının batıllıqıga, ayətlərimizni qandaq bayan qıldığanlığımızga qarğın. Andın ularның haqdan qandaq baş tartqanlığıga mı qarğın. Ey Muhammed, sizlər Allah'tan başqa, sizlərə payda ziyan yetkizishga qodir bulalmaydigan narsalarga çoqunamısızlar degin. Allah bolsa sözünlarni anlap turğucudur. Ahvalınlarni bilip turğucudur. Ey Muhammed, ey ehli kitap, yani Yahudilar ve Nasaralar, dinanlarda haqsız rəvişdə çəkdin eşib ketmanglar. İlgiri özləri azğan, nurgun kişilərini azdırğan və toğru yoldan adaşqan qavmның nəfsi xahişlərə əgəşmanglar degin. Bəni İsraildən kafir bolğanlarga Davudның və Məryəm oğlu İsa'nın tili bilən, yəni Zaburda və İncildə lənət qılındı. Bu, yəni ularның lənətə uçuruşu, ularның asilik qılğanlıqları və həddidən işib ketkenliklərdən boldu. Ular özləri qılğan yaman işlərdən bir-birini tosmaydı. Ularның qılmışları nemi degen yaman. Ular, yani Yahudilarning içide nurgunlarning kafirlarni, yani Resulullahni ve musulmanlarni öç görüş yüzüden müşriklarni dost tutqanlıqını görsen. Ularning özleri üçün aldın tayarlıgan əməlləri nemi degen yaman. Bu əməllər ularga Allah'ның g'azabini ilib keldi. Ular məngü azabqa qalğuçılardır. Əgər ular Allahqa, Peyğəmbərgə və Peyğəmbərgə nazil qılınğan kitabqa iman etsə idi, kafirlarni dost tutmaydı. Lekin ularning tolisi pasıqlardır. Ey Muhammed, Yahudilar və müşriklarning möminlərgə həmmədən qattiq düşmən işkənligini çoxum bayqaysan. Biz Nasara degen kişilərning dostluq cəhətdə möminlərgə həmmədən yaqin işkənligini mu çoxum bayqaysan. Bu Nasaralarning içində ölimalar, rahiblar bolğanlığı və haqni qəbul qilishda təkəbbürlük qılmaydiganlıqları üçündür. Ular Peyğəmbərgə nazil qılınğan Qur'anni anlığan çağlarda haqiqatni tunuğanlıqlarından, ularning ko'zlaridan yosh quyulğanlığını görsən. Ular aytdı: Rabbimiz, biz iman etdik. Bizni Peyğəmbəringni, kitabingni itiraf qilg'uvchilar qatorida qilgin. Biz nemishqa Allohga, bizga kelgan haqiqatga ishonmayli. Halbuki biz Parvardigorimizning bizni yaxshi kishilar qatorida jannatga kirgizishini umid qilamiz. Bu so'zlari uchun Alloh ularni ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlar bilan mukofotlaydi. Ular jannatlarda mangu qoladi. Yaxshilik qilguvchilarga beriladigan mukofot ana shu. Kafir bo'lganlar ve bizning oyatlarimizni yolg'onga chiqarganlar do'zax ahlidir.
Ey müminler! Allah sizlarga halol qilgan pok narsalarni tark dunyo bo'lish yuzasidan o'zinglarga harom qilmanglar. Allah belgilab bergan chekdan oshmanglar. Allah chekdan oshquchilarni haqiqatan do'st tutmaydi. Allah sizlarga rizq qilib bergan halol pok narsalardan yanglar. Sizlar iymon etgan Allohga taqvodorlik qilinglar. Allah sizlarni savallik bilan qilgan qasaminglar uchun javobgarlikka tortmaydi. Lekin sizlarni qasdan qilgan qasaminglar uchun javobgarlikka tortidi. Munda qasaminglarni buzsanglar, uning kaforati oilanglarga berdigan o'tir darajalik tamoq bilan 10 miskinni bir vaqt g'izolantirishdir. Yoki ularga, ya'ni 10 miskinga badanni yepib turadigan bir qur kiyim berishdir. Yoki bir qul yoki bir cho'rni azod qilishdir. Kimki bundaq qilishga kuchi yetmasa, 3 kun ro'za tutishi lozim. Bu ana shu ishgan qasaminglarni buzganliqinglarning kaforatidir. Qasaminglarga rioya qilinglar. Ya'ni kelmas qasam ichmanglar. Sizlarning shukr qilishinglar uchun Allah oyatlarini sizlarga ana shundoq bayon qiladi. Ey müminler! Aroq ichish, qimor o'ynash, butlar, ya'ni cho'qinish uchun tiklangan toshlarga cho'qinish, pal o'qlari bilan pal selish shaytonning ishi. Paskini qiliqlardir. Baxtga erishishinglar uchun shaytonning ishidan yiroq bo'linglar. Shayton aroq, qimor orqali oranglarda dushmanlik, adovat tug'dirmoqchi. Sizlarni namozdan va Allohni yod etishdan to'smoqchi bo'ladi. Sizlar endi aroqdan, qimordan yonmamsizlar. Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Ularga muxolifatchilik qilishdan hazar qilinglar. Agar itoat qilishdan bosh tortsanglar, bilinglarki, Rasulimizning mas'uliyati faqat ochiq tabliq qilishdir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilgan kishilar harom qilinmagan narsalarni yesa, ichsa hech gunoh bo'lmaydi. Qachonki ular harom narsalardan saqlansa, iymonda va yaxshi amallarda izchil bo'lsa, ondan harom qilingan narsalardan yana saqlansa va harom deb e'tiqod qilsa, ondan harom qilingan narsalardan davomli saqlansa va yaxshi ishlarni qilsa, Allah yaxshi ish qilguvchilarni do'st tutadi. Ey müminler! Көрмей тұрып Аллахтан қорқыдығанларны біліш үшін құлыңлар вә нәйзаңлар білән овылындыған бір аз ов білән Аллах сілерні чоқым сынайды. Kimki buningdan keyin haddidan oshsa, ya'ni ehramda turib ovlasa, u qiynag'uchi azobga duchor bo'ladi. Ey müminler! Sizlar ovlagan hayvonlarni ehramda yoki haramda turib o'ltirmanglar. Sizlardan kimki uni qasdan o'ltirdigan ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi ikki adil kishining baholishi bo'yicha yiliqi o'ltirilgan ovga o'xshash o'y hayvonlardan birini Kabe'ga ilib berib qurbonlik qilishdir yoki kaforat berish yuzasidan miskinlarga osh berishdir yoki har miskinga berdigan oshning baravariga bir kun ro'za tutishdir. O'tganki gunohni, ya'ni bu oyat tushishdan burun ehramda turib ov o'ltirgan bo'lsanglar, buni Alloh afo qildi. Kimki qayta gunoh o'tkazsa, ya'ni qaytadan ov o'ltirsa, Alloh uni jazolaydi. Allah g'olibdir, osiylik qilg'uvchilarni jazolaydidir. Sizlarning va yo'lovchilarning manfaatlanishi uchun sizlarga dengiz hayvonlari, dengizdan chiqadigan yemekliklar halol qilindi. Madamiki sizlar ehramda yoki haramda ishkansizlar, quruqliq hayvonlarni ovlash sizlarga harom qilindi. Sizlar qiyomat kuni dargohiga to'planadigan Allohdan qo'rqinglar. Allah Baytul Haram bo'lgan Kabini, Haji eyni,
hajda qilindigan qurbanliqning alomati sifatida bo'yinlariga belgi esilgan to'gilarni insonlarning dunyo va oxiratlik ishlarining tutqusi qildi. Bu Allohning osmonlardagi va zimindagi narsalarni bilib turadiganligini va Allohning har shayini bilguchi ekanligini sizlarning bilishinglar uchundir. Bilinglarki, Allohning azobi qattiqdir. İtaat qilguvchilarga Allah nihoyatda mag'firat qilguvchidir, nihoyatda mehribondir. Payg'ambarning mas'uliyati faqat tabliğ qilishdir. Allah sizlarning oshkora va yushurun qilib yurgan ishlaringlarni bilib turadi. Ey Muhammad, aytqinki, garchi haromning ko'pligi, ey tinshug'uchi, seni ajablandirsimi, harom bilan halol barobar emas. Ey aql egilari, nijot tepishinglar uchun Allohdan qo'rqinglar. Ey mo'minlar, agar sizlarga oshkora qilinsa, sizlarni beorom qilib qo'yadigan narsalar to'g'riliq payg'ambardan so'ramanglar. Agar Qur'on nozil qilinayotgan chog'da ular to'g'riliq so'rasanglar, sizlarga bildirildi. O'tganda so'raganlaringlarni Allah afu qildi. Allah nihoyatda mag'firat qilguvchidir, halimdir. Ya'ni osiylik qilguvchilarni jazolashga aldirab ketmaydi. Sizlardan burun o'tgan bir qavm payg'ambarlardan shundoq masalalarni so'ragan edi. Keyin buning sababidan, ya'ni so'ragan ishlari bayon qilinib, ular amal qilmaganlikdan kofir bo'lib ketdi. Bahira 8 ni tuqqan, 5-sini erkak tuqqan to'ygi bo'lib, jahiliyat arablari bu to'ygining quliqini yerib qo'yib, o'z mayliga qo'yib beradi. Minmaydi, yük artmaydi. Sahibe kishidan 10 ni tuqqan to'ygi bo'lib, minilmaydi, qirqilmaydi, süti musafirlarga beriladi. Vasila 1 va 2-sini kishi tuqqan, butlar uchun o'z mayliga qo'yib etilgan to'yga. Am 10 to'ygiga oti bo'lgan bug'ra to'ygi bo'lib, ular uni minmay, yemak-ichmakda o'z mayliga qo'yib beradi. Ularga Allah yuqorqidek qilishni buyrug'ini yo'q. Lekin kofirlar Allohga yolg'onni chaplaydi. Ularning to'lisi buning yolg'onligini tushunmaydi. Ularga Allah nozil qilgan hukmga, payg'ambar bayon qilgan hukmga amal qilinglar deyilsa, ular ota-bovlarimizning dini bizga kifoya deydi. Ularning ota-bovlari hech narsa bilmaydigan va hidoyat topmagan tursimi, yanila ularning diniga amal qilamdi. Ey mo'minlar, o'zinglarni gunohdan saqlanglar. Sizlar qachoniki to'g'ri yo'lda bo'lsanglar, boshqalarning adashqini sizlarga ziyon yetkazolmaydi. Sizlar hammanglar Allohning dargohiga qaytsizlar. Allah qilgan amalinglarni sizlarga aytib berdi. Ey mo'minlar, aranglardan bir kim vafot bo'lish oldida vasiyat qilmoqchi bo'lsa, uningga ichinglardan 2 odil kishi guvoh bo'lsin. Yoki o'z dininglardagilardan guvoh bo'ladigan 2 kishi tepilmasa, g'ayri dindagilardan 2 kishi guvoh bo'lsin. Agar sizlar safarda bo'lib, beshinglarga o'lim dahshati kelganda, sizlar bu 2 guvochining rostchilligidan gumonlansanglar, namozdan keyin ularni ilib qilinglar. Ular biz foydasiga qasam qildigan kishilarmiz. Bizning yaqinimiz bo'lgan taqdirdami, qasamimizni hech narsaga sotmaymiz. Xudolik uchun bo'lgan guvohlikni yoshirmaymiz. Agar uni yoshirsak, biz albatta gunohkorlardan bo'lamiz, deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Agar u 2 guvochining yolg'on guvohlik berganlik yoki mirosga xiyonat qilganlik gunohi bilinsa, ularning o'rniga miros elishga eng haqliq bo'lgan varislardan 2 kishi guvoh bo'lib, bizning guvohligimiz albatta ularning guvohligidanmi to'g'ridir. Biz shariatdan chiqib ketmadik.
Bo'lmasa biz cho'qim zolimlardan bo'lamiz deb Allohning nomi bilan qasam qilsin. Bu usul guvohchilarni eng to'g'ri guvohlik beradigan qilishga, qilgan qasamining rad qilinishidan, ya'ni ulardan keyin boshqalar qasam qilishi bilan o'zlarining rasvo bo'lishidan qo'rqadigan qilishga eng yaqin usuldir. Allohdan qo'rqinglar. Allohning amrini anglanglar. Allah pasq qavmni hidoyat qilmaydi. Allah qiyomat kuni payg'ambarlarni yig'ib, qavminglarni iymonga da'vat qilganinglarda qandoq javobga ega bo'ldinglar deb so'raydi. Ular sening bilginingga silishtirganda biz hech narsa bilmaymiz. Sen g'ayiblarni nihoyatda obdan bilasan deydi. Öz vaqtida Allah aytdi: Ey Maryam o'g'li İsa, sana va sening onangga bergan ne'matimni asligin. Ayni zamanda sana Ruhul Quddus, ya'ni Jibril bilan madad berdim. Kichigingda büşükdə və peyğəmbər bolğan o'tir yosh vaqtingda kishilarga so'zlayding. Ayni zamanda sana kitobni, hikmatni, Tavratni va Injilni o'rgatdim. Ayni zamanda mening iznim bilan laydan qushning shaklida bir narsa yasaytingda, uni pövlisang iznim bilan uchidigan qush bo'ladi. Mening iznim bilan tug'mi ko'rni, baras kesilni saqaytatdim. Ayni zamanda mening iznim bilan o'liklarni tirildirib, qabrlardan chiqaratdim. Ayni zamanda Bani İsrailni sana cheqilishni to'sdim. Sen ularga mo'jizlar bilan kelgan cheg'ingda, ularning ichidagi kofirlar bu faqat ro'shan sehrdir dedi. Ayni zamanda men havariylarga, manga va mening payg'ambarimga iymon aytinglar deb vahiy qildim. Ular biz iymon aytdik, guvoh bo'lginki biz amringga bo'ysunguchilarmiz dedi. Öz vaqtida havariylar: Ey Maryam o'g'li İsa, Rabbing bizga osmondan ustida tamoq bar dasturxon tushirib beralamdi dedi. İsa: Agar Allohning qudratiga ishonsanglar, mundaq savollarni qo'yishda Allohdan qo'rqinglar dedi. Ular biz uningdan yeyishni, ko'nglimizning tinchlanishini, so'zining rostligini bilishni va uningga, ya'ni dasturxonga guvohchilardan bo'lishni iroda qilamiz dedi. Maryam o'g'li İsa: Ey Parvardigorimiz Allah, bizga ustida tamoq bar dasturxon tushirgin. Bu kun bizlarga va bizdan keyingilarga bayram bo'lib qolsin. U dasturxon sendan bizga qudratingni va payg'ambarlikimni ko'rsatadigan bir mo'jiza bo'lib qolsin. Bizga rizq bergin. Sen rizq berguchilarning yaxshisisan dedi. Allah İsa'nın duasını icabet qilib, uni men sizlarga cho'qim osmondan tushiraman. Sizlardan kimki shuningdan keyin kofir bo'lsa, uni shundoq bir azob bilan azoblaymanki, ahli jahondan hech kishini bundoq azoblamayman dedi. Öz vaqtida Allah aytdi: Ey Maryam o'g'li İsa, sen kishilarga Allah'ni qo'yib, men bilan onamni ikki iloh qilibinglar dedingmi? İsa aytdi: Rabbim, sha'ningga loyiq emas narsalardan seni pok deb e'tiqod qilamanki, menga aytishga tegishlik bo'lmagan so'zlarni men aytmayman. Agar men bu so'zni aytgan bo'lsam, uni sen cho'qim bilasan. Ya'ni mening undaq demaganligim sana ma'lumliq. Sen mening zotimdikini bilasan. Men sening zotingdikini bilmayman. Sen g'ayiblarni nihoyatda obdan bilasan. Men ularga faqat sen meni aytishga buyurgan so'zni, ya'ni mening Parvardigorim va sizlarning Parvardigoringlar bo'lgan Allohga ibodat qilinglar dedim. Men ularning orasida bo'lgan muddatda ularning amallarini kuzatib turgan edim. Meni qabzi ruh qilganingdan keyin ularning amallarini sen kuzatib turgan eding. Sen hamma narsadan xabardorsan. Agar ularga azob qilsang, ular sening bandalaringdir. Ularni xolig'iningcha tasarruf qilasan.
Agar ularga mag'firat qilsang, sen ishingda g'olib, hikmat bilan ish qilg'uchidursan. Allah aytidi: Bu kun, ya'ni qiyomat kuni rostchillarning rostchilligi o'ziga foyda qiladigan kundir. Ular ostidan o'stanglar eqib turadigan jannatlarda mangu qoladi. Allah ulardan rozi bo'ladi, ular Allohdan mamnun bo'ladi. Bu zo'r baxtdir. Osmonlarning, zaminning va ulardagi butun mavjudotning igidorchiligi Allohga mansubdir. Allah har narsaga qodirdir.